Top tobi top top tobi top top. Mana G'ulom aka qaytishingizda shu narsalarni bozordan olib kelarsiz. Iye? Nimaga go'sht yozmading? Mayli, biror go'sht yemasa yemaymiz. Qanday pulingiz tejaladi? Keyingi oydan yeymiz. Gapiralik. Bo'pti, ketdim. Xo'p, yaxshi bo'ling. Apacha, Mana G'ulom aka yaxshi borib keling. Aytgancha ichkarida shimim bor edi. Perdelka berishim kerak edi. Olib chiqqin. Yo'q, voy nima qilasiz переделкаga berib, o'zimdagini qayirib tikib beraman. Keyin yeylam kiyib yurasiz. Zato pulingiz tejaladi. Bo'pti, hop. Boji senda. Voy, uzr, ozgina qoldi. O'z sartaroshxonada oldirsan nima bo'lardi? Nima qilasiz? Pul ketkizib mani qo'limdan keladi-yu. Yak xandogone nima qilsa? Devorga o'tib o'shani to'g'rilab qo'yapman. Ha, qo'y, manlar o'zi keladi, o'zi qiladi. Nima qilasiz? Bir kvadrat joyga ham usti chaqirib, hozir shunda bir soch poklevka tortib, ustidan emulsiya qilib yuborsam, bo'ldi. Zato pulingiz tejaladi. Zo'r. Nimaga qo'rqasiz? Bu zamonaviy va tejamkor harakat sensori o'rnatilgan Luce makrel panellari. Harakat sensorlari nima edi u? Harakat sensori bu chiroqni avtomatik ravishda o'chirib yoqadi. Shu bilan birga 70-80% elektr energiyani tejaydi. Voy, o'zimiz ishlab chiqarilayotgan ekan. 2 yil garantiyasi ham bor ekan. Ey, gapi xotin, meni poy qilasan hali.